Assalomu alaykum, Avloj Media YouTube kanali obunachilari. Sizlarga ajoyib yangilik. Endi kontraktingizning yarmini biz to'laymiz. Ziyo Forum fondi tomonidan taqdim etilayotgan Avlod grant orqali siz kontrakt to'lovingizning yarmigacha bo'lgan miqdorda maksimum 6.180.000 so'm pul yutib olishingiz mumkin. Bu tanlovda O'zbekiston Respublikasidagi har qanday davlat, xorijiy, xususiy oliy ta'lim muassasasining bakalavr, magistratura bosqichidagi to'lov shartnoma asosida kunduziga, kechki, sirtqi, masofaviy shaklda tahsil oluvchi talabalar, super kontrakt asosida talaba bo'lganlar ham qatnashsa bo'ladi. Bu imkoniyatdan davlat grantida o'qiydigan talabalar, shuningdek, kontrakt to'lovlari davlat tomonidan qoplab beriluvchi magistr xotin-qizlari foydalana olmaydi. Da'vogarlarning talabalik holati Hems yoki digital platformasidagi ID raqamlari orqali tekshiriladi. Qancha miqdordagi kontrakt summasi necha kishiga to'lab beriladi? Umumiy 5 nafar g'olibning 50%, ammo 6.180.000 so'm miqdoridan oshmagan shartnoma to'lovlari fond hisobidan to'lab beriladi. Grant faqatgina oliy ta'lim muassasasi hisob raqamiga o'tkaziladi. Naqd pul shaklida berilmaydi. Tanlov asosiy 2 bosqichdan iborat. Birinchi bosqichda ishtirokchilar Ziyo Forum, Avloj Media, Ziyo App, Telegram va Instagram sahifalariga obuna bo'lishlari lozim. Ariza topshirish 22 noyabrgacha davom etadi. Ma'lumot o'rnida talabgorlar Instagram va Telegram sahifalariga ega bo'lishi shart. 22 noyabrdan keyin 5 kun ichida ikkinchi bosqichga start beriladi. Ikkinchi bosqichda esa saralashdan o'tgan ishtirokchilar orasida Kahoot onlayn viktorinasi tashkil etiladi hamda sovrindorlar aniqlanadi. G'oliblar soni belgilangandan kam yoki ko'p bo'lgan taqdirda fond hududida individual tarzda zakovat o'yini tashkil etiladi. Ro'yxatdan o'tish uchun havolani Avloj Media Telegram kanalidan topasiz va hozir ro'yxatdan qanday o'tishni video qo'llanmada tushuntirib beraman. Havoladan kirganingizda sizdan so'ralgan barcha savollar, ya'ni bo'limlar to'ldiriladi. Birinchi ism familiyangizni yozasiz, keyin telefon raqamingiz, shahar degan punktga esa ayni damda qaysi hududda bo'lsangiz o'sha joyni kiriting. Keyingi punktda sizdan o'qish joyingiz so'raladi. Bu yerga tahsil olayotgan oliygohingizni kiritasiz. Keyin esa ta'lim darajasini, ya'ni bakalavr yoki magistratura bosqichidan biri tanlanadi. Shundan so'ng ta'lim yo'nalishi va nechinchi kursda tahsil olishingiz so'raladi. Bularni to'ldirgach, siz o'qiyotgan universitetingiz Hems tizimiga qaysi ID orqali kirsangiz, shu ID raqami so'ralgan joyga yozasiz. Shu joyda yana bir eslatma. Oliygohlarga super kontrakt asosida birinchi kursga qabul qilingan talabalarga hali ID raqam berilmagan holatlar bo'lsa, bunda talabalardan hali 1 oy vaqti borligi sababli hozircha Ziyo Forum, Avloj Media, Ziyo App, Telegram va Instagram sahifalariga obuna bo'lib, grant haqida ma'lumotlarni kuzatib borishlarini so'rab qolamiz. 1 oy ichida ularga ID raqam berilishi bilan ro'yxatdan o'ta olishadi. Keyingi bosqichlarda sizdan Telegram va Instagramdagi nomingiz, ya'ni nickname so'raladi. Shu joyda foydalanuvchi nomlaringizni to'liq va to'g'ri yozilganiga e'tibor berishingiz shart. Bundan tashqari nomlaringizni tanlov tugashigacha o'zgartirmasligingizni qat'iy talab qilamiz. Bu ma'lumotlar g'oliblarni aniq va akkaunt egasining tanlov oxirigacha haqqoniy qatnashishini bilish uchun kerak bo'ladi. Shundan so'ng jo'natish tugmasi bosiladi va sizning arizangiz qabul qilinadi. Registratsiya jarayonida va ariza qabul qilingach, sizga hech qanday SMS xabarnoma kelmaydi va turli kodlar so'ralmaydi. Ariza qabul qilinganligi mana shunday holatda bo'ladi. Hozirda bizda grant uchun da'vogarlar ko'pligi sababli saytimizda ayrim uzilishlar bo'lishi mumkin. Bunda ozgina kutish bilan yana bir bor urinib ko'rishingizni so'rab qolardik. Yana bir eslatma, agar onlayn viktorina g'oliblari nizomda ko'rsatilgan Telegram hamda Instagram sahifalariga 22 noyabr sanasidan so'ng obuna bo'lgan taqdirda ularning yutuqlari bekor qilinadi. Faqatgina saralash bosqichi yakuniga qadar platformalarga obuna bo'lgan ishtirokchilargina g'olib deb topiladi. Hammaga omad tilaymiz. Shu kabi grant loyihalarini o'tkazib yubormaslik uchun bizni kuzatishda davom eting.